Turkiya G'arbiy Osiyoga 97% va Janubiy Yevropaga 3% taalluqli bo'lgan davlat. Aholisi 86 millionga yaqin bo'lib, maydoni 783.562 kilometr kvadratni tashkil etadi. Turkiya 14 ta davlat bilan chegaradosh poytaxti Anqara shahri. Turkiyada kadastr tizimi chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lib, u Turkiya hududida hukm surgan Usmonli imperiyasi davriga borib taqaladi. Yerlarni hisobga olish va soliqqa tortish tizimi davlat boshqaruvida muhim o'rin tutgan. Dastlabki bosqichlarda yer maydonlari va ularning egalari maxsus Simar daftarlari orqali qayd etilgan. Bu daftarlar yer resurslarini nazorat qilish va muntazam soliq yig'ishni ta'minlash maqsadida yuritilgan. Kadastr tizimining yanada tartibga solinishi ayniqsa Abdulhamid II davriga to'g'ri keladi. Ushbu davrda yerlarni ro'yxatga olish va hujjatlashtirish ishlari ancha tizimli shaklga keltirilgan. 20-asrga kelib esa tavsifiy yozuvlar o'rnini aniq geometrik o'lchovlar, xaritalar va sonlik ko'rsatkichlarga asoslangan zamonaviy usullar egalladi. Natijada kadastr ishlari ilmiy va texnik asosda rivojlana boshladi. Amaldagi tartib-qoidalarga ko'ra Turkiyada kadastr tizimi 3 asosiy turga bo'linadi. Moliyaviy kadastr ko'chmas mulkning qiymatini aniqlash va soliqqa tortish bazasini shakllantirishga xizmat qiladi. Geometrik kadastr yer uchastkalarining aniq joylashuvi, chegaralari va maydonni o'lchash hamda xaritada belgilash jarayonini o'z ichiga oladi. Huquqiy kadastr esa mulkka egalik, foydalanish va boshqa mulkiy huquqlarni aniqlash hamda davlat ro'yxatidan o'tkazishni ta'minlaydi. Shuningdek, kadastr bir nechta toifalarni qamrab oladi, jumladan ko'chmas mulk kadastri, rayonlashtirish kadastri, qishloq xo'jaligi kadastri, o'rmon kadastri va suv kadastri mavjud. Ushbu yo'nalishlar yer va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, hududlarni rejalashtirish hamda ekologik muvozanatni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, Turkiyada kadastr tizimi tarixiy tajriba va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligida shakllangan bo'lib, u mulk huquqini himoya qilish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va yer resurslarini samarali boshqarishda muhim vosita hisoblanadi. Mamlakat o'zining noyob landshaftlari, jumladan Kapadokiyaning Oy landshaftlari, Pamukkalening oq-qora toshlari, chuqur kanyonlar va daryolar bilan juda mashhur. Turkiya tabiati bir tomonda zumraddek tovlanib yotgan o'rta yer va Egey dengizlari, ikkinchi tomonda qoyalar, bulutlarga suyangan tog'lar, serhosil vodiylar, sharsharalar va tarix nafasi ufurib turgan go'zal manzaralar uyg'unligi bilan ajralib turadigan betakror tabiat mo'jizasidir.